Samarqandda menga yosh ayol keldi. To'g'ridan-to'g'ri tug'ruqxonaning o'zidan. U yaqinda ikkinchi farzandini dunyoga keltirgan edi. Varikozimda ancha vaqtdan beri bor edi, lekin ko'pchilik kabi u ham davolashni orqaga surib kelgan. Vaqt yo'q, keyin hammada ham shunday deb. Tug'ruqdan 2 kun o'tgach, u oyog'ida terisi qizarganini, qattiq og'riqli shish paydo bo'lganini payqagan. Og'riq ortib borgan, hatto yurish ham qiyinlashgan. Ko'rik va tomirlar UZIsidan so'ng men unga tushuntirdim. Varikozni davolamaganligingiz sababli tug'ruq tromboflebitni keltirib chiqargan. Yaxshiki tromb asosiy katta tomirga o'tmagan. Men darhol EVLK protsedurasini tavsiya qildim. Yallig'lanishni to'xtatish va asoratlarni oldini olish uchun. Ertasi kuni u keldi va biz protsedurani atigi 1 soat ichida kesmalarsiz va og'riqsiz amalga oshirdik. Bir necha kundan keyin og'riq va qizarish yo'qoldi. U kulib shunday dedi: "Doktor, agar shuncha oson ekanini bilganimda ancha oldin kelgan bo'lardim." Bu bemorning tarixi har bir ayolga eslatma bo'lsin. Varikoz xavfga aylanishini kutib o'tirmang. Uni tez, xavfsiz va o'z vaqtida davolash mumkin.